shunday urib qo'yardi. Keyin ana buni ko'ldan bittasi aytdi, shundan 3 tane, bir kunda bittasi olganda, kecha bitta oldim. Bugun bitta oldim. Kelaver. Alloh qilma ta'sir qilmayapti. Ta'sir qilmayaptimi? Nervi qisilib qolganda, bu yallig'lanishga qarshi. Bu ham yaxshi ta'sir qiladi-yu, endi sizga sal og'irroq kelaydi. Hop, ko'rganda oldinga egilib qolgansiz. Egilib qoldim. Oldinga egilib kelaman menda. Stenoz deydi buni. Oldinga engishsangiz yengillashaverasiz. Urganimda yo'qmi? Pasta üstüne kurduysa. Nerede var? Mana. Mana, bundachi. Yo'q, bu tomonda yo'q. Bu tomonda. Faqat aşağıda. Chapga egilinchi. Sekiz. Haqqa egilinchi. To'xtama. Yo'q. Bir o't bitmanda qo'yib ketadi. Tushunarli. Haqqa yurib ko'raychi oyog'i uchida. Uchida? Sekin, sekin. Kuchayadimi? Yo'q, oyoq uchida yursam tovonda yurib ko'ring. Kuchayadimi? Tovonda yurganda. Bo'ldi. Tushunarli. L5S1 nuqta deydi buni. Shu nuqta qisilib qolgan. Sekin bunga chiqing. Patinka necha bo'lay? Patinkani, Vay be. Sekin. Shoshilmaymiz. Qanaqa qilib yotay? Birinchi yonchalab yoting. Yonchalab yotish qulayroq sizga hozir. Osmonga qarab yoting. Osmonni. Sekin. Sekin. Hushyor bo'lib. Hop. Hozir. Hop, mana ko'targanda kuchaymayapti. Bu tomonda yo'q. Faqat bu tomonda. Kuchaymayaptimi? Hozircha. Kuchaymayapti. Sal borda shunda. Sal bor, Mana. Bunda Bo'ldi, tushunarli. Uzating oyog'ini. Hop, oyog'i kaftini tortingchi o'zingizga, tortib turing. Yo, kuch bor, yaxshi. Bu radikulit hisobiga bo'lgan og'riq, ya'ni qisib turib shamol tekizib qo'ygan. Mashinaning ichi kecha qaynab ketgan ekan. Ikkala aynakni ochib, obuvansida lechera qilayotgan allergiya. Mashinaning ichi qaynab ketgan, 2 kundan beri shunaqa qilyapti. Qaynab ketadi, ochib olib turib, sovug'icha o'zim tomonni bekitib, o'ng tomonni ochib olib yuraman-da. Bu radikulit. Ya'ni nervi shamollab qo'ygan. Yallig'lanib. Uni davosi. Kechqurun bir yash ketdim. Damazda o'zim mashinamni tashlab bolalar bilan Damazda kelib, orqamga oynakni bo'lib ochib oldi. Yo'q, ochganda. O'rtada edim men. Hali yerda o'sha yerdan kirgan shamollabni bo'ldim, borib hojatga borib. Bir yaxshi bor, hojatdan qaytishdi. Yurolmay qoldim-ku. İki. Çarpılaydı o'tirgan. Kechasi maylik bunaqa bo'lmasdi. Davlini hozir balandroq ekan hozir. Davlini dori beramiz. 160 ekan. Davlini dori berib ish boshlaymiz hozir. Yarısı canım şeydi. Sekin birinchi yonchalang, yonchalab sekin o'tirasiz. Radikulit deyiladi.
Qani tushing. Darxonaga chiqamiz. Narigihonaga yuring. Sekin hushyor bo'lib. Yuraveraman, sekin yuraveraman. Hop. Bu tomondan emas. Bu 3-muolaja. Dur ko'rib qo'yam. Yana bormi? Ozgina bor, lekin tushirsa bo'ladi. Tabletga ichib olasiz. Og'riqlar o'zgarishlar qanaqa? Yaxshi. Pasaydimi ancha? Yaxshi. Ancha o'tirib, bemalol o'tirib turayotgan-ku. Aha. Uyqular qalay, uyqular? Uyqu yaxshi. Kecha sal anday bo'lib, sal og'rib, yiqilib qimirlaganda og'ridi. Aha. Yaxshi. Bir necha foizga yaxshisiz bugun? Qolganimiz 30% qilgandir-da. Ha, 70% ga yaxshi bo'lib qoldingiz, ha? 70% tuzaldi, yaxshi tomonga o'zgardi. Hop, yo'qchi, lassiyaga simptom deydi, o'shani tekshirib qo'ying. Osmon qara. Hop. Oyog'i mana ko'targanimizda og'riq yo'qmi? Yo'q. Yaxshi. Mana bundachi? Yo'q. Yaxshi, grija so'rilishi boshlabdi ancha, bo'sh qo'ying. Mana. Yo'qmi? Yo'q, bunaqalarda og'riq yo'q, qimirlaganim o'sha solonmagan o'xshaydi. Bu biq. Ha. Xabar. Yaxshi, oldingidan yaxshisiz ancha. Yaxshi. Shu ich pastga yonchalab yotdi birinchi. Bir tomonga yonchalang. Sekin o'tiring. Yerga tushingchi. Tuplingiz kiying. Oyoq uchida yurib ko'raychi. Ha, kuchaymayaptimi? Yo'q, yo'q. Yaxshi, birinchi kunlari bor edi. Menga qarab tomonda yuraychi. Ha, Birinchi kunlar qimirlamasdim. yaxshi. O'ngga chapga yengil-yengilchi. Mashida salomlash bor. Ozgina qoldi. Ha. Mana bugun 3-kun, 2-kunlik natijani endi ko'rasiz, 70% ga o'zgardi. Endi mana bugungi muolajaning natijasini ertaga ko'rasiz, 4-kunda. Hozir mana masajlarni qildim, qirsillatdim, fizioterapiyani hozir qilamiz. Dori-darmonlaringizni olasiz. Xudo xolasa ertaga yaxshi natija bo'ladi, xudo xolasa. Sog' bo'ling.